Hozir biz video olamiz. Birinchi biz qishloqlarni yaratish videosini olamiz. Qanday yaratish? Play bosasiz. Tepada nima turibdi? Bosasiz. Keyin bunaqa joy chiqadi. Keyin mana bu tepada Advanced Card deganni bosasiz. Keyin bu yerda My World turadi. Keyin yonidagi setni ustiga bosasiz. Bunaqa deb yozasiz. 1, 2, 3 daqiqa yozasiz. Keyin bosasiz. Buni bosasiz. Mana bu 2 daqiqa qishloq. Mana bu birinchi qishloq. Bu ikkinchi qishloq bo'ladi. Endi ikkinchi yo'li. O'shanda yana bitta kirasiz. Endi bizga ROBOT yozasiz. Mana bu chiqadi. Mana so'rashsangiz mana bu yerda qishloq chiqadi. Bunga agar o'xshamasa like bosmay qo'ying. Agar o'xshasa mana shu videoga like va podpiskani bosib qo'yishni unutmang. Mana go. Endi biza mana bu yerga 3 ta 7 chiqaramiz. 3 ta 7 emas endi. Tak nimalar bor? Mana. Xorasan. Atrofdan qilsangiz chiqadi. Bunga 100% kafolat beraman. Mana bu tog'lar joyi. Mana bu qaranglar. Bu qishloq emas. Bu changalzor o'rmon, bu oddiy o'rmon, o'rtada suv. Nima? İçiga anaqa qilib olamiz. Kam bo'lsa, ustiga bitta bossangiz mana ko'p bo'ladi. Bunga alohida donat qilish kerak. Mana. Aslen bilsammi? Peki mana bu nastroyga. Bu yerda o'zingizning ismingizni o'zgartirib olishingiz mumkin. Mana. Eng yaxshi grafika mana bu. Mana keyin mana bu. Bu bossangiz zo'r chiqadi. Mana bir qishloqqa chiqib ko'rsataman. Mana. Fasl chap qo'ldan deyiladi, mana shunaqa bo'ladi. Agar o'ng qo'ldan o'ynasangiz, mana shu narsani o'zingizga to'g'rilashingiz mumkin. Tak. Endi agar mana shu mana shu o'yinda ularni o'ynamoqchi bo'lsangiz, mana bu. Mana bunda mana o'shanga kirasiz. Keyin tepasida plus ko'rsatkich belgisi turibdi. O'sha ustiga bitta bosasiz. Mana bu yerga qishloq nomini kiritasiz. Keyin bu yerga desa, nima qilasiz? Bu yerga xohlagan so'zingizni yozasiz. Bu yerga mana bu 3 olib tashlab 2 yozasiz. Bosasiz. Agar bir-biringizga tochka ulangan bo'lishi kerak, tochka yoqish kerak. U Wi-Fi yoqish kerak ulangan. Keyin o'shanga kirasiz, o'shani qilasiz. Bunga internet chetda emas bunga. Xohlasiz